Aniq bilamanki, 90% inson umurtqa qiyshayishi, ya'ni skolioz kasalligini davolab bo'lmaydi deb xato fikrlashadi. Hoynahoy siz ham o'sha 90% inson ichiga kirasiz. Men hozir sizga umurtqa qiyshayishi, ya'ni skolioz kasalligini davolash mumkinligini isbotlab beraman. Bolalarda uchuvchi skolioz kasalligini davolashda hattoki shifokorlar ham bemorlarga massaj, fizioterapiya va sog'lomlashtiruvchi mashqlar va suzishni tavsiya berishadi. Lekin bu muolajalar foyda bermasligi ham mumkin. Skolioz kasalligini davolashda shifokorlar ko'pincha umumiy sog'lomlashtiruvchi mashqlarni tavsiya berishadi. Umumiy sog'lomlashtiruvchi mashqlarni men do'kondagi manekenga kiygizilgan kiyimga o'xshataman. Chunki manekenda kiygizilgan kiyim aynan sizga kiyib ko'rganingizda tor kelishi mumkin yoki keng kelishi mumkin. Chunki sizga ataylab tikilmagan-da. Umurtqa qiyshayish, ya'ni skoliozni davolovchi mashqlarni, maxsus mashqlarni men professional chevarlarda tiktirilgan, ya'ni tikuvchilarda tiktirilgan kiyimga o'xshataman. Chunki ular sizni razmeringizga qarab turib, yengingiz, yoqingiz, uzunligingizga qarab turib, siz uchun maxsus kiyim tikib berishadi. Aynan skoliozni davolovchi mashqlarda ham sizning kasalligingiz qaysi darajada bo'lsa, shu darajaga moslab mashq bajariladi. Shurut degani endi nimasi ekan endi o'ylayapsizmi? Men Akmaljon Avazbekovich xalqaro toifadagi shirot terapevtman, ya'ni o'z ishining professional chivariman. Bolalarda uchraydigan skolioz kasalligini konsultatsiya qilaman. Konsultatsiyaga yozilish uchun hoziroq pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.